Chapdan chapgami? Ha, o'sha svetofordan bir 100 metr o'tsangiz, uzuq-uzuq sidira-sizg'ida chapga jim ko'chaga kirasiz, okey? To'g'risi. Ha, o'sha, to'g'ri kirasiz, musafoni o'parasiz, okey? Hop. Xo'p, bo'ladi. Isuzimiz gaplashdik hozir. Xorazmga xudo xohlasa shu darvozamizni yuklaymiz. Xorazmlik aka уже полный расчет qilib qo'ydilar. Okaga respekt, lekin sababi lozimimizga ishonib, ukajon boshlan dedilar, 500 ming zakolat tashladilar. Sirdaryoga opaga ham qilib bersam, zakolat siz qilib kelavering bo'ldi dedilar. Lozimga ishonib qilib berdim-ku. Toza zamonlargacha. Demoqchiman, gap yo'q, haligi lozimimizga ishonib shunchalik ishonganlar uchun toza zamok, ruchkalari ham toza, haqiqiy profildan qilib berdim. Laklarni atida osibdim ruchkaga ham, glansiya bo'ldi. Darvoza xudo xolasa garantiyali bo'ldi. Kesaklarini shiveller qilib berganman, ularni tashlab o'tganman. Listlarim 1.3 plyusovoy, polni hech qayerga parash aralashmagan, mana taglargacha. Mana profillargacha 1.3 bo'lgan, haligi bizda stenkasidan mana bu narsani 50 ming, 100 ming qo'shib qo'yamiz darvozaga, lekin klient bilan chuchuma gaplashamiz. Sababi laz qilib shu metrlarga olyapmiz, shunga xudo xolasa qilib beramiz. Mana bu kesaklari. Okey, xudo xolasa shiveller bo'lgan, 3 tomoni. Ko'ngil to'q qilaverasiz. Abdulhay darvozalar xizmatini sifatli yaxshi darvozada hurmat tanishlaringlarga shu videolarni tashlab qo'yasizlar. Xudo xolasa inshaalloh hammani ishonchini oqlaymiz degan umidda harakatda yuribmiz. Ishimiz sifati, kачествоsi, ishlatilayotgan metrlar, suvarkalargacha e'tibor berib, o'ta e'tibor berib, xudo xolasa maqsad shu klientlarimiz ko'ngillarini o'lib, orqalaridan ularni zakazlarini, qo'ni-qo'shni, oshna-og'anlarni tanish bilishlarini zakazlarni o'lish, sog' bo'linglar, charchamani, xudo xolasa sizlarga ham shunaqa yaxshi darvozalar nasib qilsin.